Tojikiston ahli, assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchi bo'lgan obunachilarimiz aynan bu video sizlar uchun bo'ladi. Hikmat Travel narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz videomizni oxirigacha ko'rib tursalaring, savollaringizga javob olishlaring mumkin bo'ladi. O'zi narxlari qanaqa bo'lyapti, borgandan keyin shart-sharoitlari qanday bo'ladi, Tojikistondan turib qanday qilib to'lovlar amalga oshiramiz degan obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, videomizni oxirigacha ko'rsalaring, hamma savollaringga javob olasizlar, xudo xolasa. Videoni boshidan bizga bittadan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa, yangi videolar sizlarga birinchilardan bo'lib chiqib boradi. Bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, men Abdug'affor akadan to'liq ma'lumot olishdi. Boshladim. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, bizni Tojikistondan kuzatayotgan obunachilarimiz uchun aka qayerlardan ketsa bo'ladi? Qanaqa reyslarimiz bor aka? Xo'p bo'ladi. Birinchi Farg'onadan ketsa bo'ladi. Vodiydan borsa 29-30 avgust kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $995 qilib beramiz. Xo'p, Toshkentdan avgust oyiga bormoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun deyarli har kuni oyda oxirigacha bor. Bemalol aloqaga chiqib joylarini bron qilsalaring bo'laveradi. $965 dan qilib beramiz. Xo'p, Toshkentdan sentyabr oyiga bormoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun 4-sentyabr kuni bor, 5-sentyabr, 6, 7, 8, 11, 12 sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, sentyabr oyiga Vodiydan boraman deydigan obunachilarimiz uchun Namangandan reyslarimiz bor. Bularni kunlari 3-sentyabr, 10-sentyabr, 17-sentyabr va 24-sentyabr kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. $995 dan qilib beramiz buni ham narxini. Tezroq aloqaga chiqib joylarini bron qilishlaring mumkin. Sentyabr oyiga o'tib yana narxlar oshadigan bo'lib qolsa ham sizlarga bu ta'sir qilmaydi. O'sha bron qilgan kunlaringga, bron qilgan chislolaringda uchib ketaverasizlar, xudo xolasa. Zo'r. Endi aka Tojikistondan turib qanday qilib joylarni bron qilsa bo'ladi aka? Biz obunachilar Zagram pasportlarini WhatsAppdan yoki Telegramdan tashlab berishadi. Rasmiy hisob raqam beramiz. Zindekkini zakolat tashlab berishadi viza puliga. Qolganini aeroportda hisob-kitob qilaveramiz. Zo'r. Shunaqa imkoniyatlari bor-a? Bor, xudo xolasa. Endi aka sharoitlari qanaqa bo'ladi aka? Sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha, gastitsalarimiz uzoqligi Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Joylashuvlar 4 kishilik, 5 kishilik joylashuv bo'ladi. Aeroportdan 50 boshimiz birga borib, birga kelishadi. Firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Bemalol telefon qilib, xudo xolasa joylarni bron qilishlaring mumkin. Aytib o'tganimizdek, Tojikistonlik obunachilarimiz uchun ham qulayliklari bor. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Abdug'affor akaning o'zlarini nomerlarini qo'yib qo'yapmiz. Yanada sizlarga to'liqroq ma'lumot berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.